Assalomu alaykum. Mana biz To'rtko'l tumanining G'alaba mahallasini barcha faol ayol qizlari bilan birgalikda mana shu G'alaba mahallasida sumalak sayli, sumalak bazmini o'tkazayotirmiz. Avvalambor bahorning bu yil juda yaxshi kelishligi, yana qolaversa bu oyda Ramazon oyi bo'lib turib, bunda kishilarning ro'zaning shukuhidan faxrlanishligi, yaqin orada ana Navro'z ayyomlari kelib kelayotir. Bularning barchasini quvonchi insonlarning yuragida mujassam bo'lib turibdi. Bu yerga kelgan har bir ayol qizlarning quvonchlari cheksiz. Bizi aslida Navro'z qadriyatlar bayrami. Biz Navro'z ayyomida azaldan tariximizda nazar soladigan bo'lsak, bu Navro'z ayyomlarini xalq o'yinlari, xalq qo'shiqlari, laparlar, xalq og'zaki ijodi ve shunga o'xshashlar bilan chiroyli bayram tadbirini bezaganlar. Hali mustaqillikka erishganimizdan 3-4 yil o'tgandan keyin mana shu 4 yilimizni o'zida ham bir necha bor men madaniyat sohasida ishlaganman. Mana shu hoqqachilarni tayyorlash qiyin bo'lgan odamlar uchun men shu narsani bo'ynima olib, sputni deb aytilar edi, o'quvchilarni uyima olib borib, uyimda shu qadar ustalari oyoqqa kiygan hoqqani tuzattirib, ularga kiyim tayyorlab chiqarganimdan o'zim xursand bo'laman. Yana qolaversa, bu Navro'z ayyomida ko'pincha qadimdan eshak-darozi tuzatganlardan, eshak-darozi bo'yi uzun bo'ladi. Bir xodani, katta bir xodani X qilib qo'yib, yuqorisina boshini, bir rapidani yuzini, qizni suratini chizib, boshini qo'yib, keyin ikki qo'l o'rnina go'ynaklarni yezib uzun qilib, yani shu eshak-darozini bir aytishuvlari bor, yosh qizlarni shunday qilib chiqarganmiz. Keyingi paytlarda mana shu Navro'z dasturlarida bu narsalar kamayib boryotir. Chenkovuz chaladigan momolarimiz qani? Chenkovuzni yoshlarga o'rgatish kerak. Ana shu yoshlarimizni hadab qo'lina telefonni berib qo'yarmasdan milliylik, qadriyatlar, urf-odatlarni ularni ongina singdirish borish kerak. Shundagina millatimizni g'ururi, millatimizni faxri butun dunyoga taniladi. Barchangizga Navro'z ayyomlari muborak bo'lsin. Xudoyim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz muzaffar bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin.